sun'iy intellekt ko'pchilikni ishsiz qoldiradi. Umuman olganda определенный sohalarga ta'sir qiladi, qattiq ta'sir qiladi, odamlarning ishini oladi. To'g'rirog'i уже ta'sir qilib bo'ldi ham. Dizaynerlarga ta'sir qildi. Ko'chada ko'rayotgan ko'p dizaynerlarimiz, bannerlarimiz уже dizaynerlar tarafdan emas, sun'iy intellekt tarafdan yaratilgan. Переводчикlarga ta'sir qilyapti. Umuman o'zi birinchi ta'sir qilgani mana shu tekst bilan ishlaydigan sohaga, koderlarga ta'sir qildi. Men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, oldin qanaqadir определенный сложныйroq funksional bo'ladigan bo'lsa, koderlarga topshiradigan bo'lsam outsourcega. Hozir o'sha narsani men o'sha sun'iy intellekt orqali qilyapman. No, odamzodda bor, sun'iy intellektda yo'q bo'lgan jihat bu mas'uliyat, javobgarlik. O'zimni misolimni oladigan bo'lsak, kimdir menga saytga zakaz beradigan bo'lsa, o'sha saytga qo'shib meni mas'uliyatimni, meni javobgarligimni sotib oladi. O'sha saytga, o'sha ishga javob beradigan realniy odam bor. Ja borsa sudga beradi. Sun'iy intellektdan qanaqa so'rab oladi uni? Nima sudga beradimi? Сложный produktlarda yoki qimmat cheklarda har doim produktga qo'shib mas'uliyatga, o'sha javobgarlikka pul to'lanadi. Sun'iy intellekt bo'lsa mas'uliyatni ola olmaydi. Aniq ayta oladigan narsam, sun'iy intellektda o'zi odamlarning ishini olib qo'ya olmagan taqdirda ham o'sha sun'iy intellektni ishlatmaydiganlarning o'rnini sun'iy intellektni ishlatadiganlar egallaydi.